Voy tavba, bolalaringiz yo'qmi? Haliyam o'ylamaganmisiz? deb hayron qoldi. Borisa, gap ko'paytirma. Qo'lingdagi nima? debdi. Voy, bu muncha jahli zamon. Nervis ketib qoldi-ku. Voy qizcha, manchag'rimni chiqarma, deb bo'riyan baqiribdi. Men qizcha emasman, men qizil shapchikaman. Axborotingiz uchun. Necheva ziba qizcha? Bo'ri, nima menda qo'rqmayapsanmi? deb qizchaga dag'dag'a qilibdi. Kim? Menmi? Sizdan-a? Vobshe qo'rqmayman. Tashi quruqdan ham qo'rqmayman, deb qizil shapchika ozgina yolg'on gapiribdi. Chunki u qurbaqada o'lgida qo'rqilgan. Lekin bo'rining oldida buni tan olgisi kelmadi. Obro'yim tushib qolmasin, debdi. Bo'ri, bo'pti, savatga chetanima, deb yana baqiribdi. Qizil shapchika esa, sizni точно nervis kasal, debdi. Meni Ra'no degan doktor opacham bor. Xohlasangiz, uni nomerini beraman. Lekin bachchami jahli yomon. Dimizni jo'rt ko'z bo'ladi, deb ogohlantirib. Bo'ri esa voshim qo'rqmabdi. Qizil shapchikaga yana baqiribdi. Mahmadona, bachchiniyam, doktor opachiniyam, qurbaqayniga yamlamay yutvoraman. Jintima, debdi. Unda qorningiz yorilib ketadi-ku. Keyin точно doktorga borishingiz kerak edi. Doktor esa yutvorgan bo'lasiz. Boshqa nimaning doktori topib bo'psiz, debdi. Hech ham qo'rqmasdi. Bo'rini tomi ketib qolaydi. Hozir o'laveraman. Qanaqa qista o'zi? Bari, deb ketvoribdi. Orqasidan qizil shapchika yuguribdi. To'xtang, hali gapim tugamadi. To'xtang, bo'ramaga, deb baqirib qoldi. Bo'ri esa, yo'qole, Mahmadona, deb qochib ketdi. Shu bilan ertak o'z nihoyasiga yetibdi. Ana shunaqa ba'zida ko'p gapirish yordam beradi. Harda emas, ba'zida. Men bugun ko'p gapirmadimmi? Agar ko'p gapirayotgan bo'lsam, uzr. Hozircha